Hammaga salom. Bitcoin juda xavfli ssenariyni takrorlamoqda. $11.000 dan $15.000 o'sib keldi. Ko'rishimiz mumkin, Bitcoinga interes uyg'onyapti, treyderlar faollashyapti va futuresga kirishni boshlashyapti. Video davomida futuresdagi holatlarni ham ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Bitcoinning siklishni ko'rayotgan bo'lsak, Bitcoin odatda 1 yil tushgan. Hozirda 280 kun tushdi. Hali tushish uchun potensial bor. Mana oxirida bir marta juda og'riqli tushish bo'lishi mumkin. Men Bitcoinda mana shu holatni kutyapman. Ozgina ko'tarilib, undan keyin bitta chuqur pastga tushib, bu yoqda qolib, o'sha keraksiz insonlarni chiqarib olib, bozorni maksimalni tozalab va undan keyin o'sib ketishini kutyapman. Keyingi 3 yil buqa bozori juda zo'r bo'ladi. O'ylaymanki, Bitcoin juda zo'r o'sishlarni ko'rsatadi, lekin mana bu ssenariyga ham tayyor bo'lish kerak. Agar bu ssenariy ishlamasa, shu nuqtadan ko'tarilib ketsa, bunga ham tayyormiz. Yaxshi foydalar olish uchun, lekin katta ehtimol bilan bitta pastga tushib, maksimalni futuresdagilarni likvidatsiya qildirib, spotdagilarni sotishga majbur qildirib, undan keyin ko'tarilib ketadi. Va mana bu diapazonda kitlar juda ham yaxshi pozitsiyalar yig'ib olishadi. Mana o'tgan sikllarda bo'lgan 1 yil narx tushgan, 3 yil narx ko'tarilgan. 1 yil narx tushgan, 3 yil narx ko'tarilgan. Hozirda 280 kun tushdi. Ayiq bozorning katta qismi ortda qoldi. Bor yo'g'i 80-90 kun qoldi. Undan keyin o'ylaymanki, katta buqa bozori boshlanadi. Hozirda mana bu qisqa o'sishlarda ko'p kishi xursand bo'lyapti, lekin o'ylaymanki, bu shunchaki lavoshka. Buqa bozoriga signal deb ko'rinadi. Buqa bozoriga umid beradi, lekin oxirida narx pastga ketadi. Xuddi mana yoqda bo'lganidek. Men sizlarga ko'rsataman, oxirgi marta nima bo'lgandi. $82.000gacha keldi. O'sha vaqtda men aytdim, hech qanaqa aniq signal ko'rmayapman. Shunchaki askok deb o'sha aytganimda, mana yoqda ko'p kishilar kirdi, longga kirdi, spotga kirdi va mana narx ikkita pastga svecha ketdi. Shu bilan ular hozirda zararda. Ko'plari likvidatsiya bo'ldi, ozlari spotda sabr qilishyapti. Likvidatsiya kartasini ko'radigan bo'lsak, bugunga ko'ramiz qancha likvidatsiya bo'lganini. Short pozitsiyalar $163 million, long pozitsiyalar 34. Hozirda shortsga kirganlarda likvidatsiya qildirishyapti. O'ylaymanki, qisqa vaqt ichida langislarni ham yo'q qilishadi. Undan oldingi kun 300 million shortsga kirganlar, 8 million longga kirganlar. Undan oldingi kun 66 million shortsga kirganlar, $342 million longga kirganlar. Hammasi likvidatsiya qilyapti. Ko'p kishilar bilimsiz kiradi, tez boyish uchun katta plechalarda olishadi. Bilim daraja past, shuning uchun ham futuresda pul yo'qotishadi. Futures bu boli professionallar uchun, bu yangilar uchun emas. Spotda yaxshi tajriba yig'ib, keyin futuresga o'tsa bo'ladi. Misol uchun katta qismi o'sha kapitalini spotda bo'lsa, oz qismini futuresga o'tkazib, ozgina mashq qilib, keyin plechalarda asta-asta kattartirib borib, keyin natija qilsa bo'ladi. Shunchaki kelib, katta plechani olib, daromad qilaman deb o'ylashi u noto'g'ri. Futures haqida videolarim bor, kanalda kiringlar, ko'ringlar. Boshlang'ich bilimlari bor. Professional va tajribali savdogarlar uchun ham videolar bor. Tekin videolar. Shunchaki ko'rishga vaqt sarflaylar bo'ldi. Unaqa uzun videolar emas, 15-20 minut emas, mana 13 minut, 14 minut, 11 minut, 8 minut, 10 minut va o'zim savdo qilib natijalarimni ko'rsatganman. Kirib mana videolarni ko'ringlar, keyin playlist bor. Kriptovalyutada noldan ish boshlash. Shu playlistga kiringlar va mana tekin videolar bor. Risklarni boshqarish, money management, trendlar turlari, kriptochilarga nimalar kerak, yapon shamlarini o'qish, hammasi haqida video bor. Playlistga o'tinglar va o'rganishni davom etinglar. Bitcoin realizatsiya narxini ko'radigan bo'lsak, yashil rangchalar boshlanyapti. Bu yaxshi. Hozirda Bitcoin realizatsiya narxi 52.957. Bitcoin biron marta o'zini tubini realizatsiya narxidan tepada o'rnatmagan. Bu safar ham realizatsiya narxidan pastga tushish kutilyapti. Mana bu yoqda pastga tushgan, mana bu yoqda pastga tushgan, o'sha Bitcoinda tublari bo'lgan. Mana bu yoqda tushgan, Covidda tushgan, 2022 tushgan, mana hozirda tepada turibdi. Pastga tushgani yo'q. O'tgan sikllarda hammasida tushgan. Bu siklda ham tushishi kutilyapti. Kuzatamiz.
muhim metrikalardan biri bu. O'tgan sikllarda mana pastga tushib 180 kun, 140 kun, 303 kun, 122 kun turgan. Hozirda daji tushgani ham yo'q. Mana bu bir liniyasidan, qizil liniyadan pastga tushgani yo'q, lekin yashil rangi o'zgardi. Уже накопление fazasiga o'tyapti. Mana bu yerda o'tgan sikllarda ko'rishimiz mumkin. Coin'ni tubi uzoq emas. Shu yaqinda. Balkim 55 mingda bo'lar, balkim 50 mingda bo'lar. Hozirda Bitcoin 50% tushgan, 50% arzonlashgan. Kripto Total Market Cap dominatsiyasi top 10 talikdan tashqari. Bu tahlilni Telegram kanaliga tashlagandim. Men Telegram kanalimda bo'lmasa, o'tib obuna bo'lib qo'ysan, link videosida mana shunaqa tahlillar berib boraman. Bu yerda ikkita target bor. Birinchisi 17-19%, ikkinchisi bo'lsa 25-28 diapazonida. O'ylaymanki mana uzoq tushib keldi. 2022 dan beri tushish bo'lib, mana asta-asta razvorot bo'lyapti. Bitcoin narxi tushishiga qaramasdan top 10 talikdan tashqari dominatsiya ko'tarilyapti. Va bu yerdan razvorot bo'lishi mumkin. O'ylaymanki bitta tushish bo'ladi va shu bilan ko'tarilish davom etadi. Bu diapazonlarda fiksatsiya qilsa bo'ladi. 2018 nima bo'lgan? Ko'tarilgan va tushish bo'lgan. Ko'tarilib, tushish va ketdi. O'tgan sikllardagi hozirgi siklda farqi mana qisqa muddatda bo'lgan, bu uzoq. Ko'ryapsizlarmi? Diapazoni katta. Farqi shunda. Xuddi o'sha 2018-19 bo'lgani kabi mana tushib keldi. Tushib keldi mana. Bu yerda bitta tushish, ozgina ko'tarildi yana. Bu yerda ham xuddi shunday tushib keldi, ko'tarildi, yana tushdi. Minimumini o'rnatdi. Minimumi 4-7% bo'ldi. Bundan keyin CVD hozirda liniyadan tepada turibdi. O'tgan sikllarda shu liniyaga tegib, undan keyin ko'tarilgan. Hozir liniyadan ozgina balandroqda turibdi. O'ylaymanki ozgina pastga tushadi va undan keyin ko'tariladi. Juda kuchli qo'llab-quvvatlash bo'lib ishlaydi. Juda kuchli. Bu 48500 da. Va bundan pastga tushmagan bironta siklda. Ko'rishimiz mumkin. Oldingi sikallarini chizib ko'rsataman. Mana bu yerda kelgan, ko'tarilgan. Kelgan, ko'tarilgan. Kelgan mana ko'tarilgan. O'sha Covidda ham tushib, undan keyin ko'tarildi. 2022 ga mana kelib ko'tarildi. Hozirda tepada turibdi. Bundan keyingisi 4 yillik o'rta silpanchiq. Ko'k rangda bo'lyapti. Bu juda ham yaxshi. Vaqt ham kam qolyapti buqa bozoriga. Bu ham ko'k rangda o'zgaryapti. Juda kuchli qo'llab-quvvatlash bor. Juda ko'rishimiz mumkin. O'sha qo'llab-quvvatlashdan ozgina pastga tushib Bitcoin, undan keyin ko'tarilib ketgan. Yoki o'sha liniyani tepasidan ko'tarilgan, lekin 2022 chuqurroq tushdi. 16500 gacha tushgani uchun mana liniyadan ozgina pastga tushdi. Hozirda bo'lsa ham mana liniyadan ozgina pastga tushdi. Lekin ko'k rang paydo bo'lyapti. Ozgina kapitulyatsiya bo'ladi-da, undan keyin o'ylaymanki yashil ranglarni ko'rishni boshlaymiz va Bitcoin narxi ko'tariladi. Ammo qizargan vaqti yaxshisi foydani olib kripto bozoridan chiqish kerak. Bundan keyingisi 200 haftalik o'rta silpanchiq. Juda katta investor, juda bozorda uzoq yil ishlaydigan ishtirokchilar bundan foydalanishadi. Hozirda 200 kunlikdan tepada turibdi. O'tgan sikllarda ko'rishimiz mumkin. Ozgina pastga tushib ko'tarilgan, juda ham yaxshi signallar bergan. 200 haftalik o'rta silpanchiq 200 kunlikka kelib yoki 200 kunlikdan ozgina tepada razvorot bo'lgan. Ya'ni buqa bozori boshlangan. Mana 2022 ozgina chuqurroq tushgan. Lekin oldingi sikllarda juda ham kam tushgan yoki liniyadan tepada. Liniyadan ozgina teparoqdan buqa bozori boshlangan. Mana 2012, 2015, 2019 va 2022. Hozirda o'sha liniyani ustida turibdi, kuzatishda davom etamiz. Bundan keyin RSI indikatori qisarishda davom etyapti. Eng pastki nuqtalarda turibdi. Bu degani Bitcoin juda ham kam baholanyapti. Juda ham ko'p Bitcoin sotilgan.
RSI'dan tushunishimiz mumkin, yaqinda razvorot bo'ladi. Ya'ni Bitcoin narxi ko'tarilishni boshlaydi. Bor yo'g'i 4 marta kelgan. O'sha har ayiq bozorni oxirroqlarida yetib kelgan. Teparoq qilaman, sizlarga ko'rsataman. Qaranglar. Mana bir marta 2012 unchalik kelmagan, 2015 kelgan, 2019 kelgan, 2022, 23 va mana hozirda keldik yana. Ya'ni Bitcoin ko'p sotildi. RSI indikatori hozirda Bitcoinni juda arzon baholayapti. Bundan keyin kriptolarni qayerda saqlaylik, eng ishonchli hamyonda ayting deb izohlar kelishyapti. Eng ishonchli hamyon men o'zim foydalanayotgan bu Ledger hamyoni. Shunchaki birjada obyomlaring katta bo'lsa saqlamanglar, chunki birjadagi pul bu sizlarniki emas. Ledger hamyoniga o'tkazsalaring ancha xavfni kamaytirgan bo'lasizlar. Eng ishonchli hamyonlardan biri. Bu hamyon haqida o'qishlaring mumkin. Kanalimda video ham bor. Obzor qilib berganman. Juda ham top hamyonlardan biri. Kim kriptoda dalshi ishlamoqchi bo'lsa, hozir obyomi katta bo'lsa, Ledger hamyonini sotib olishni maslahat beraman. Shunchaki birjada saqlamasin. Men orqali olsalaring 20 dollar kriptovalyuta ko'rinishida tashab beradi. Win-win qoidasi sizlarga 20 dollar, menga ham 20 dollar. Men har doim win-win qoidasini qilaman. Faqat o'zimda emas, sizlarni ham o'ylayman. Shuning uchun 20 ga 20 bo'ladi. O'tinglar. Link video ostiga qoldiraman. Zakaz qilinglar. O'zbekistonga ham keladi, to'lovlari bor. Hammasini qilasizlar, muammosiz keladi. Olasizlar va foydalanasizlar. Bitcoin hozir mana ko'tarilyapti, ko'p kishi kunlik ko'ryapti. Mana narx ko'tarilyapti, tushyapti, ko'tarilyapti, tushyapti, lekin men ozgina kattaroq diapazonni ko'raman. Men kunlikka qanday ko'rinadi, haftalikka qanday, oylarda qanday, yillar 10 yillik. Ozgina kattaroq diapazonni qaranglar. Investor uzoqroq muddatni ko'zlaydi. Men oylar, yillar va 10 yilliklar investorlarga to'g'ri keladi. Ozgina Warren Buffett bilan tanishinglar. Uni gaplarini eshitinglar, nima deyapti u. Investitsiya bilimlaringni oshiringlar. Mana men aytaman, qisqa muddatli emas, uzoq muddatli ko'zlash kerak deb, u ko'p kishiga yoqmaydi. Ko'p kishi tez xohlaydi, sirazi xohlaydi. Lekin bu bozorda oson narsa ham yo'q, tez narsa ham yo'q. Endi tez narsa xohlasa, shunchaki omadga ishonishiga to'g'ri keladi. Endi men omadga ishonmayman. Shuning uchun ham bozorda chuqur tahlil qilib, uzoq diapazonni ko'zlab, yo'qotishga tayyor bo'lgan pullarimni olib kirib, sabrli bo'lib foydalarni olaman. Keyin videolarim ostida top birjalarga link qoldirganman. Ro'yxatdan o'tinglar, ishlanglar. Men sizlarga Binance birjasini tavsiya etaman. Eng ishonchli, eng top birinchi raqamli birja. Welcome to bonusi bor, komissiya uchun bonusi bor. Mana shuni ustiga bossalaring, mana bunaqa sahifaga olib o'tadi, ya'ni registratsiya bo'limiga mana bu yerda yozib qo'yilgan. Komissiyonni 10%, bonus bo'lsa 100 dollar. Endi registratsiyadan o'tganlar 100 dollar olishi mumkin. Shuning uchun ham o'tinglar. Kim Bitgetda ishlaydi, Mexda ishlaydi, farqi yo'q. Binance'dan ham o'tinglar, chunki Binance'dan muammosiz pul to'ldirib savdo qilsa bo'ladi. Eng ishonchli birjalardan biri. Keyin men Telegram kanalimga link mana shu saytda ham bo'ladi, opisaniyada ham bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ko'p foydali, kerakli ma'lumotlar tashab boraman. Birinchidagi meni loyiham CryptoMasters, bu yerda signallar, o'qish va prochat va tahlillar bor. O'zim qaysi kriptovalyutani sotib olyapman, sotyapman, mana shularni ko'rsatib boraman. Jamoa bo'lib ishlaymiz. Oldingi videolarda katta obzor qilib bergandim. Mana tahlil va signallar boshida sizlar ko'rsatish uchun skrinshotlar qilib qo'yib ko'rsatgandim. Mana o'zlaring natijalarini ko'rishlaring mumkin. Hozirda to'xtatdim, chunki bunga vaqt sarflash niyatim yo'q. O'sha Telegram kanalga tashab boraman. Men foydalarimda juda yaxshi foydalar bo'ldi. 200%, 300%, 50%, 100%. Mana o'tgan siklda efirimni sotib olganlarimni ko'rsatganman. Chilizdan yaxshi foyda bo'ldi, Arbitrumdan, Tiadan, bu yerda qisqa muddatda ham, uzoq muddatda ham savdo qilamiz. Shuning uchun ham yaxshi foyda bo'lsa, olaveramiz. Oxirgi marta 220% foyda bo'ldi. O'sha aytganimdek pushka o'sish ko'rsatdi. Men o'zim sotib olaman-da, mana sotib olyapman deb ko'rsataman. Natijalarni ko'rishlaring mumkin. Ikkinchi kanalda o'qish, birinchi video. Sarmoya bozordan ko'p foyda olish uchun buni bilishingiz kerak. Uzoq va qisqa muddatga to'g'ri sarmoya kiritish 9 minutlik video juda ham kerakli bilimlarni berganman. Hammasi o'zim tajribamdan kelib chiqib, o'zimda o'sha ishlash sirlarimni ochganman. Undan keyin mana ko'rishlaring mumkin. Altcoin tanlash, indikatorlar qanday ishlashi, himoyalarni yoqish, savdoga to'g'ri kirib chiqish,
oxiriga chiqargan videom olmush 30 strategiyasi va arzon qimmat. Qayerda narx arzon, qayerda qimmat, qayerda olish kerak, qayerda sotish kerak, qanday qilib ko'proq foyda qilish kerak. Men hammasini ko'rsatib o'rgatganman. Hozir buni ko'rsatishimdan maqsad, men CryptoMasters haqida videolarimda aytaman, ko'p kishi so'raydi. Ko'rsating, videolar qanaqa bo'ladi, qanaqa formatda bo'ladi deb. Mana video darsliklar va o'qish uchun materiallar bo'ladi. Mana Prochatda doimiy ovozli xabarlar, bozor haqida fikrlarimni bildirib boraman. Bu yerda fikr almashamiz. Misol uchun qaysidir tokenni men ko'rmay qolishim mumkin, boshqa kishi ko'radi-da, mana token holati shunaqa, men uni ko'ramanda sarmoya kiritamizda va juda ham yaxshi foyda qilamiz. Qisqacha aytayotgan bo'lsam, CryptoMastersda tahlillar, signallar, men savdolarimdan xabardor bo'lish, meni investitsiya qarorlarimdan xabardor bo'lish, o'qish, kim men bilan aloqa, men bilan suhbatlashishi mumkin. Portfeli haqida savollar bo'lsa, javob beraman, portfelni ko'rib beraman. Yokida o'sha kriptoga oid savollari bo'lsa, javob beraman. Link video ostida bo'ladi. Ichida pulli narsa yo'q, bir marta to'lov qiladi-da, qo'shiladi. Mana saytga kiradi, USDT manzilini nusxalab oladi. Kripto birja farqi yo'q. Binance, Bitget, BX qaysida ishlashdan qat'iy nazar nusxalagan manziliga USDT jo'natadi va bizga yozadi. 15 daqiqa ichida 3 ta yopiq kanalga qo'shamiz. Mana 3 ta yopiq kanal. Sizlarga to'liqroq ma'lumot berdim. Qo'shilinglar. Men sizlarda o'rnlaringda bo'lganimda hoziroq qo'shilardim. Chunki bu yerda faqat o'qish yoki faqat tahlil yoki faqat signal emas, hammasi bitta joyda. Bunaqa loyihani men ko'rganim yo'q. Hamma signal qiladi, kuniga 50 ta signal beradi, ishlamaydigan. Bu yerda 50 ta signal bo'lmaydi. Biz spotda ishlaymiz, futuresda emas, qisqa va uzoq muddatga ishlaymiz. Bundan keyin izohlar yozayotganlarga adangli rahmat aytmoqchiman. Like bosayotganlarga katta rahmat. Meni qo'llab-quvvatlayotganlaringdan xursandman. Videolar foydali bo'layotganini aytibsizlar. Yana ham foydali videolarni chiqarishga harakat qilaman. Keyingi videolarda o'zimni сделкалаrimni ko'rsataman. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'linglar. Kripto sohasidan ortda qolmanglar. Bu soha kelajak. Bundan foydalanib qolish kerak, daromad qilish kerak va hayotni yaxshi tarafga o'zgartirish kerak. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat, prosmotr uchun rahmat. Sizlar bilan Ashraf bo'ldi. Hamma kerakli linklar video ostida. Kuzatishda davom etinglar. Tez kunlarda yana yangi video chiqadi. Mana hozirda har kuni video chiqaryapman sizlar uchun. O'ylaymanki, buni qadrlab, izoh va like'da portlatasizlar.